Assalomu alaykum do'stlar. Biz Kezakdagi obyektga keldik. Shunday skromniy, bogatiy uyda turamiz. Hozir bizning sirka kraskada ishlatilgan narsalarni tanishtirib o'tamiz. Do'stlar, Kezakdagi obyektimizning prixoshkasida turamiz. Bu obyektdagi Mansur aka jasagan. Mansur aka, nimaga siz sirkani tanlagansiz? Assalomu alaykum. Sirkani tanlashim sebebi bu sirkani 10 yildan beri ishlayapman. Bizga bu sirkani kачествоsi yaxshi, sarapini ko'tarishi yaxshi, keyin kalirovkasi. Birinchi o'chirda kalirovkada ko'p masterlar qiynaladi. Kalirovka chiqmay qolishi mumkin ko'p yerda. Misol uchun bizda kraska jetishlik olamiz, jetmay qolishi mumkin. Eli bo'lsa boshqa emne qo'shishimiz mumkin. Unda keyin kalirovka qilsak boshqa bo'lib qoladi. Sirka kompaniyasida, Sirka italyanskiy kraskada unday yo'q. Xudo xolasa kalirovkalari ko'rsangiz, bundanqidagi jo'nlay vodamisomkani olib borganmiz obrazesini. O'shanga chiqarib berishdi. 95% chiqdi xudo xolasa. Sirkadagi ballarga berdingiz? Ha. Ballar chiqarib berdi, birga qilib. Birga qilib chiqarib berdi. Mansur aka, biz mana kuxnyaga keldik. Kiraverishda ostrov bilan sonun tushgan ekan. Bu endi ishlatgansiz. Bu qanaqa sirka? Bugadagi italyanskiy Sirka firmasidagi kraskasini, двухкомпонентный kraskasini ishlatganmiz. Mana yerda ostrovdan frezirovочный, сложный ishlari ham полный sirkada bo'libdi. Mansur aka, bu kuxnyada основной qaysi joylari krashенный bo'ladi sirkada? Bu только лицевой часть bo'lgan. Ishchi jag'i, korpusnoy jag'i laminatdan bo'lgan, rossiyskiy laminatdan. Bu pol матовый kraskasini ishlatganmiz, белый жемчугda. Do'stlar, biz sanuzildamiz. Emnega sizlar sanuzilda degan savol kelyapti. Mansur aka, emnega shu sanuzilga sirka kraskasini ishlatdingiz? Sirka sebebi ishlatganim vлагостоящий, yaxshi. Ko'p yerga borsak, vannada, dushlarda ko'yish, kraskani tevish, o'shanday emnelar kuzatiladi. Sirka andan jiroq. И только biz emnega emas, shkafga emas, moykaga da qilganmiz. Moykada bilasizlar, polniy suv cho'yib boshqa bo'ladi, ugadagi yaxshi. Suvdan qo'rqib qo'yotganda,